Qarindoshlar, mana bizningki idoraningki poyezdning ichidagi oshxonasi. Mushu poyezd mana 60-yillardagi Shvetsiyaning qurgan poyezi. O kafe qilgan yeri, o ichi tamoq qilgan yer. Mana kassi desam yana pigose deb qamanglar. Kassa bormi? Bunda kassir deydi, bunda urdi. Kompyutersi. Mana tamoq qilgan yeri. Mana Shvetsiyaningki bo'g'isi ismi Ali. Aldığı mansak. Manınki oshpishi. Bakayım ben de. Yo'q, bu emas ki. Bu shu kinoxonasida kajimi? Bio deydi. Kinoxonasi. Normal içi. Esi. O ne? Lig vagondaydı. O 6 kişilik. Bununki bahası adette 800 so'mdan 1000 so'm, 1200 so'mgacha bo'ladi. Mana tualeti. Mana tualeti. Mana qo'l yuvadigan yeri. Mana 60-yilları qurilgan qo'ylab yiqinglar qarindoshlar, 60-yillardagi poyezd yemishlarinki. Mana shu o'tishlar mana chiqdi, mana to'pininki, pastninki, tegininki. Mana jurnal. Mana ichida narsalar bor. Mana qo'l yuvadigan yer. Mana qo'l sopon. Ana nima degan puxta 60-yillardagi ahvol. Shu yog'ochlar tekshirib ketmagan, shundoq yaxshi turgan signaldan tortib, hamma narsaga radiodan tortib puxta bular ish qiladiganga. Shundoq yaxshi nimasi. Bununki hamda pullari qancha desanglar, buning 1,5 minglarga boradi-chu. Bununki chunki ayrim monchisi yo'q-chu, bu 3 odamlik. Abayqa 6 odamlik biza azini o. Yataqlarning ichidagisi. Mana o'tir narxidagisi. Mana monchisida ko'pchilik misha juyindi, mana chosh quritadigan degandek. Toilet degandek. Mana shu bir karavati 3000 so'm buniki. 2 tal takisi var. Mana ichiladi. Bu birinchi klass deb qo'ydi, lyuks deb qo'ydi. Shu har bir xonning ichida birdan o'nchisi, birdan nimasi bor. Mana hammasi bir tal karavati 3000 so'm. 300 euro desek to'g'ri bo'ldi. Hammasining ayrim ichida narsalari bor. Shunda mana eshiklari avtomatik. Mana ilaqa handicap deydi, ilaqa mi planinki yatag'i. Buning manda o'rindiqlari bor. Yaxshi.
Mava aldımdaki X2000 degan poyez Shvetsiyaningki eng dangliq tez suratli poyezi bu 90 yillarda dunyo bo'yicha birinchi, ikkinchi o'rinda turgan poyez. O'zi qurgan, mangan chaqda mındaq shu agindigan chaqda mındaq ikki tarafga elastiklik nimasi bor buningki, qayrilishchanligi bor. Buningkini Germanlarmi qilamagan. Kanadaninkimi qilimiz deb do'rab qilib qilinmabdiki. Faqat buning texnikasi Shvetsiyada bor. O'sha yerdagi Peugeot orqali nim qilish mumkin. Shundaq yo'llar manda bo'lgan chog'da mundaq qilib mundaq haqiqat saylindiki u ya.